Abdulloh. Abdulloh. Qalaysan o'g'lim? Yaxshimisan? Sog'lik yaxshimi? Necha yildan beri mazasi yo'q. Qani salom ber. Abdulloh, salom. Ber qo'lingni, Kel. qo'lingni. Bu qo'ling. Qo'lingni. Voy, jonim. Qalaysan o'g'lim? Yaxshimisan? Sog'lik yaxshimi? Ilohim shifoy komil bersin. Yaxshi bo'lib ketsin tezroq. Necha yildan beri tug'ilganidan? 9 yosh bo'ldi-da, shu tug'ilganda. Tug'ilgandan beri. Necha kundan beri o'tib qaytasizlar? Bir e'tiborim Aylantirib tortdi-da, yuraman. e'tiborim tortdi. Zerikadi. Chiroyli. Chiroyli yigit ekan. Nima deyapti? Rasmga tushasanmi men bilan? Abdulloh? Rasmga tushasanmi o'g'lim? Alloh shifoy komil bersin ilohim. Xudoyam o'zini yaxshi ko'rgan bandalariga dard bersin ekanda. Inshaalloh jannat ahllaridan bo'l. Mashalloh. Kel bitta rasmga tushib qo'yamiz. Nima qilish kerak ekan bu? Davolasa bo'lar ekanmi? Mana oyog'ini, mantini operatsiya qildirishimiz kerak. Ha, bu chiqib qolgan ha. Mana bunaqa bosadi ichiga. Doktorlar nima deyapti xulosa? O'sha qilsang endi bosadi deyapti. Ha. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Alloh chevar zot inshaalloh. Qancha ketay ekan operatsiyasiga? Operatsiyasini o'ziga 18 million. 18 million. O'ziga anaqa qog'oz yozib bergan. Ha. Anaqa. Keyin oyoq kiyimi bor. Oyoq kiyimi? Keyin pensiyada yotishimiz bor. Keling. Rasmga tushamiz. Mana bizni tushiring rasmga. Abdulloh bilan o'tinglar. Shoshma. Abdulloh. Sog' bersin Abdullohga. Ha o'g'lim? O'rtasini bosayim? Yo hozir videoga olyaptimi? Ha, bosing.